Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanali obunachilari. Mana bugun kun sanasiga 30-may 2025-yil Namangan viloyati Namangan tumani Elatan qishlog'idan haqiqiy dehqondan bir dona 2,5 oylik semental buqachamiz sotiladi. Obuna bo'lmaganlar pastda tugmasini bosib, obuna tugmasini bosib obuna bo'lib qo'ysanglar videolarimiz SMS tarzida birinchilardan buni sizlarga yetib boradi. Toza originaldan qidirayotganlarga, o'limdan chiqqan nomiga 1 litrdan sut berib tursanglar, xudo xohlasa ketaveradigan variantdan 2,5 oylik yosh oyliklari. Toza originaldan chachishgan emas, tumshug'ini ko'ringlar. Oppoq bir dona nuqtasi yo'q dog'i. Nomerlari 5322 ekan, quloq nomeri. Orqa taraflarini ham ko'rsatamiz, pachka variantlarida. U ichkarida qo'rida turgani u g'unajini, u sotilmaydi. Mana shu buqachamiz sotiladi. Aloqachi qo'rasi tez. Yoshidan qidirib yurganlar. Haqiqiy toza dehqoni olib kelib sotadigan odamnikidan emas. O'zlari olib sigirga qo'shishgan. Pul zarur bo'lgandan sotishyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 22 million so'mga xayrisi bor ekan. 24, 25, 26 yo'q narx. 22 million so'm g'ij bichkam deyishyapti dehqonlar. Haqiqiy originalidan. Tez aloqachi qo'rasi olayki. Soni bir dona, u turgan ichkarida u g'unajin, u sotilmaydi. Mana shu buqachasi sotiladi mana. Toza dehqondan olib kelib sotib foydalanadigan odamdan emas. Janavari ko'rsatib qo'yamiz. Yotib olib olingan yo'q video. Tikka turib olinayotgan. Bo'ylari shu 90-95 plus minusda. Olaman deganlar tezda aloqachi qo'rasizlar. Orqa taraflarini ham ko'rsatib qo'yamiz, lekin bu qo'qoq. Odam oldiga bo'lsa sapchiydi. Telefon nomerlarimiz sarlavhada bo'ladi, bemalol aloqachi qo'rasizlar. Faqat shoshiling, soni bir dona oz.